videomizda prosessorimizni ichini yig'ib, bo'shatib, qatirib, shu narsalarni o'rganamiz. Kompyuterni yig'ib terishni o'rganamiz. Xudo xolasa, birinchi o'rinda kompyuterni yotqizgan holatda o'zimizga qulay qilib joylab olishimiz kerak. Mana yotqizib oldik. Endi biz buni bo'shatishimiz kerak. Xo'p, birinchi bo'lib biz blok bitalarini deycha olsak, mana qismlari ancha bo'shaydi. Aylantiramiz. Mana bu yerdagi mana to'rttani mana bo'shatishimiz kerak. Bu yerda mana bu bor, keyin bu bor. Hop, buni yotkizib olaman, yotkizib olib turib, yonboshdan boshlayman. Mana bu blok pitaniya. Bu tok yetkazib beradigan bitta qurilma hisoblanadi. Blok pitaniya deyiladi. Xo'p, buni ulangan simlarini birma-bir chiqaramiz. Bu yerda mana toshga yetkazib beradigan tokni simini qo'yamiz. Blok pitaniyaning ham har xil turlari bor. Endi men bu o'zimning kompyuterimni bo'shatyapman. Lekin bu standart holatda bo'ladi. Ba'zi bir joylarda 3 talik bo'ladi, ba'zi bir joylarda endi qayt 4 talik bo'ladi. Mana eng asosiysi mana sim chiqarsak. Xo'p, keyingilari уже bu blokdan orqali vintga, DVD riderga tok yetib boradi. Plataga tok yetib boradi. Hozirgi katta chiqarganimiz mana bu plataga tok yetkazadi. Nariga birinchi chiqargan bu yerdagi toshga tok yetkazib beradi. Hozir mana vintdan chiqarganman. Mana SATA pitaniya bu. Nomi SATA pitaniya deyiladi. Bu SATA pitaniya vintga tok yetkazib beradi. Mana bo'shatdik. Xo'p. Alohida SATA pitaniya ham sotiladi. Agarda bu blok pitaniyaning o'zini stroyinli simi ishlamay qolgan bo'lsa, siz alohida mana SATA pitaniyani olib turib, vintga ulab olishingiz mumkin. Mana bu oq joyiga, mana ikkita oq joyi bir-biriga tushadigan joyi bor. Mana shuni ulab turib, shu SATA pitaniya orqali siz vintingizni simini almashtirsangiz bo'ladi. Keyingi vintga ulanadigan SATA shlef. Pitaniya tok yetkazib bersa, shlef vintga o'qitib beradi. Ya'ni shlef orqali vintingizni plata o'qiydi, ya'ni ko'radi. Mana shu SATA shlef hisoblanadi. Bu yangi versiyasi. Oldinlari SATA shlefning o'rniga SATA ATA shlef bo'lardi. ATA degan shlef. Keyin yangi chiqdi bu SATA shlef. Mana vintimizni mana kichkina joyiga SATA shlef tushadi. Kichkina joyiga, katta joyiga SATA pitaniya tushadi. Mana shunaqa ulanadi. Vint bu xotira hisoblanadi. Kompyuterni pamyati hisoblanadi. SATA shlefni chiqaramiz. Xo'p, mana blok pitaniyaning simlari mana hammasi chiqdi. Buni olib turamiz. Xo'p, endi biz mana ko'rib turganingizdek video karta qoldi. Kuller toshlarni bo'shatishimiz kerak. Keyin mana keysni oldidagi knopkalarning simi bor mana. Yoqish knopkasi, перезагрузка berish, o'chirib yoqish va USB, kolonka oladigan, naushnik oladigan, mikrofon oladigan simlarni plataga ulangan joyi bor. Mana shu yerga ulanadi. Shu simlar orqali, shu simni ulamasangiz oldi taraf ishlamaydi. Buni hozir uzib turamiz, chunki simlar bizni platani bo'shatishimizga xalaqit beradi bizga. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hammasini chiqarib oldim. Simini ham chegara qilib qo'yishimiz kerak. Tahlab qo'ysak, platani chiqarish bizga osonroq bo'ladi. Xo'p, platadan oldin biz mana birinchi video kartani chiqarib olganimiz qulayroq bo'ladi. Xo'p, video kartani ko'p joylarda mana yonboshidan mana bu yerda bolt bilan qatirib qo'yish mumkin. Ba'zilar men qatirmaganman. Shuni misol agar bolt bilan qatirilsa, mana orqasidan mana bu yerda o'tkazib turib bo'shatsangiz bo'ladi. Hozir buni chiqaraman. Mana video kartamiz. Shu video karta, ya'ni video karta bu kompyuterning grafikasiga javob beradi.
mana bu yerda monitorlar mana videokartaga ulanadi, ekranga ko'rsatib beradi va o'yin, grafik programmalar, shunga o'xshagan 3D grafika, 2D grafikaga joy beradigan qurilma bu videokarta hisoblanadi. Bu mana plata, asosiy plata. Bu plata ona plata deyiladi, ya'ni har bitta qurilma shu plataga ulanadi va ma'lumotlar oqimi ichida oqim bo'ladi, ya'ni ma'lumotlar oqimi shu platada sodir bo'ladi. Xo'p. Bir-biriga ma'lumotlarni ulashishiga yordam beradigan qurilma shu plata hisoblanadi mana. Materinskiy plata, ya'ni ona plata deyiladi. Yangi platalarda shu nimalardan tushadi mana. M2 vintlar ham yangi chiqdi hozirgi kunda. Mana bular SSD vint, tez ishlaydigan vint bo'ladi. Va bu mana oddiy notebook vintlari bor, kichkina razmerli. SSD va oddiy vintlar va M2 vintlar hozirgi kunda rivojlangan. SSD va M2 vintlar juda ham tez ishlaydi hozirgi kunda. Xo'p, M2 yangicha stilda bu plataga avzu qatirilganda qatiriladi, ya'ni mana shunaqa holatda qatiriladi. Shu M2. Buni hozir bo'shatamiz. Shu M2. Buni ham o'zini razmerlari bor, ya'ni 128 lik, 120 lik, shunga o'xshagan alohida 500 GB lik M2 lar bor. Bu mana Azuga o'xshagan bitta vint. Bulardan ancha farq qiladi. Satashlev simlar bilan ulansa, bular eski versiyalar. SSD ham shunaqa. Bular o'zi plataga primoy ulanadi. Azuga o'xshab. Xo'p, endi Azusini chiqarsilgan bo'ladi. Azudan oldin platani o'zini bo'shatib olsak ham bo'ladi hozirga. Endi keysiz mana ko'rib turibsizlar, bo'sh holatga keldi. Xo'p, platani bo'shatamiz. Hamma bloklarni bo'shatib olganimizdan keyin sekin platani o'zini kullerdan olib, kuller tushab, platamizni bo'shatdik. Xo'p, hozir har bitta qurilmani alohida tushuntirmayman. Asosiy joylarini tushuntiraman. Keyingi videolarda platani ham turlari, qayeri qanaqa, orqasida qanaqa ulanadigan joylari bor, shu narsalarni tushuntirib o'taman. Xo'p. Endi platani olib turib, keysni bu tarafga olib turamiz. Xo'p, platani o'zini qo'yib olamiz. Xo'p. Endi bu professional plata deyiladi. Platalar turi juda ham ko'p. Oddiy platalar bor, ular razmeri kichkina bo'ladi. Ba'zi platalarda ham, masalan, professional bo'lsa ham razmeri har xil bo'lishi mumkin. Katta bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin. Professional platalar asosan mana videokarta 2 ta tushadi, 4 ta azu tushadi. Shunaqa platalar professional hisoblanadi. Xo'p, mana bu yer azu soladigan joyi. Bu yerda mana 2 ta videokarta, keyin qo'shimcha zvukovoy kartaga o'xshagan TV tunerga o'xshagan narsalarni ulasiz bo'ladi. Ya'ni har xil yana qo'shimcha kartalarni ulasiz bo'ladi. Bu yerga video kartalarni ulasiz bo'ladi. Xo'p, azuni bo'shatamiz. Mana ikki tarafidan shunday ezamiz. Bu biza azuyimiz. Tabiiy holatda o'zimning kompyuterimni shunday olib bo'shatdim, sababi hech qanaqa yolg'on yo'qligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Changni ko'rib turibsizlar, har xil changlari bor. Bitta shotka olsanglar, changni tozalashga juda ham qulay bo'ladi. Xo'p, mana kullerimiz. Kullerda ham juda hozir turlari ko'p, yonadiganlari bor, ya'ni laytlari, laytlilari chiqqan, har xil. Azuda o'zini ham laytlilari bor. Masalan, RGB ranglardan foydalangan yonib turadigan kullerlar, yonib turadigan azular bor. Meniki oddiyroq kompyuter. Xo'p, kullerda ham qatirilish sistemasi ikki xili bor. Misol, bolgarka bilan qatiriladigan kullerlar bor. Meniki plasmasda o'sha oddiy holatda qatiriladi. Xo'p, mana hozir kompyuterimizni полностью chachdik. Blok pitaniya, videokarta, vint, azu-pazu hammalarini chiqardik. Hozir endi biz kuller tagida tosh degan mikroprotsessor degan qurilmasi bor. Biz shuni hozir bo'shatamiz. Mana
kullerimizni bo'shatib oldik. Tagida mana toshimiz bor. Juda ham chang bo'lib ketgan, chunki anchadan beri kompyuterimni tozalamagandim. Xo'p, kuller mana tokga ulangan mana. Sirini chiqarsak, shu bizning kullerimiz. Bu esa tosh hisoblanadi. Xo'p, mana ko'rdingiz, bugungi videoda polностью kompyuterni chachib qo'ydik. Endi qatirish o'zingizlarga vazifa bo'ladi. Men o'zi keyingi darsda buni qatirib qo'ygan bo'laman. Keyingi videolarda endi alohida har bittasini tanishtirib o'taman, xudo xolasa. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.